Aziz bolajonlar, bugun siz bilan yana bir yangi ta'limiy o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinning nomi Meni tushun. Mana sizlar 3 guruhga bo'lindingiz. Ana endi har bir guruh a'zosidan bir kishidan chiqib, yuzida, qo'llarida, oyoqlarida harakatlar bajaradi va o'sha qanday harakatlarni bajarganini o'tirgan jamoa a'zolari bittadan qo'l ko'tarib o'rnidan turib tasvirlab beradi. Xo'p, tushundikmi? Xo'p, demak bo'lmasa hozir boshlaymiz. Bolajonlar, Marfonning holatini, harakatini kuzatdingiz. Xo'p, nimalarni sizga ko'rsatib berdi? Imo ishoralarda. Qani, qaysi jamoa a'zosi chiqib buni chiroyli qilib tavsiflab beradi? Xo'p, nima, Fayozjon? Birinchi bo'lib Marfon gullarning ochilganini ko'rib, hammasini hidlab chiqayotgandi va bitta gulning tikoni bor ekan va uning qo'liga tikoni kirib ketdi va qo'liga qarab yo'lga ketayotganida bir nimaga so'rilib yiqilib tushdi va yig'ladi. Xo'p, Marfon, nimani ko'rsatding? To'g'ri tavsiflab berdimi? Ha. Xo'p, necha ball qo'yasan? 5 balldan 5 ball. Barakalla. Yes! Tayyorsizmi jamoa a'zolari? Xo'p, Dilnura chiqamiz. Jahongir hozir tekvondoga bordida Turkcha nomli tepishni tepdi va u tepish bo'yicha g'olib bo'ldi va yutdi. Xo'p. Shundaymi? Necha ball qo'yasan? 5 balldan 5 ball. Barakalla. U ovqat pishirdi. Keyin qo'shiq eshitdi naushnikda. Keyin ovqatini ichib ko'rganda og'zi kuyib qoldi. Keyin yig'ladi. Shundaymi? Xo'p. Necha ball berasan? 5 balldan 5 ball. Barakalla. Tayyormizmi? Boshlaymiz. Xo'p, nimalar tasvirlab berganini ko'rdingizmi? Aziz chiqadi, Aziz. Zarina gul ekdi. Keyin ko'chati buzilgan ekan. Keyin uni to'g'latdagi suv qo'ydi, bir kun uxladi. Keyin u katta bo'ldi. Keyin yana uxlatdagini u katta bo'ldidagini meva chiqardi. Keyin mevani Zarina yedi. Keyinchi mevasi? Meva shirin ekan. Aha. Demak, bu gul ko'chatini parvarishladimi? Men birinchi gul deb aytding. Nimani parvarishladi? Daraxt ko'chatini parvarishladi. Aha. To'g'rimi, Zarina? Xo'p, necha ball qo'yasan? 5 balldan 4 ball chunki adashib ketdi. Ha. Men so'lib qolgan niholda parvarish qilgan. Bu ozgina xatolik qilib gul dedi. Baribir o'ylashlari mantiqiy, juda ham chiroyli fikrladi. Olqishlab qo'yamiz Azizga. Shunchonga qaraymiz, holatiga e'tiborli bo'ling guruhlar. U yurib keldi olimpiadaga mental arifmetikadan keyin misol ishladi. U Grand Prix yutib xursand bo'lib ketdi. Shundaymi? To'g'ri. 5 balldan 5 ball. Baraka.
Tojbek birinchi keldi. Keyin o'tirdidaginim chips yeb televizorda yoqdi. Keyin u yerda futbol bo'lyapti ekan. Birinchi Real Madrid Tipoda gol bo'lmadi. Ikkinchisida shunday Tipoda gol bo'lib ketdi. Keyin Aziz xursand bo'lib ketdi. Shundaymi Aziz? Xo'p, barakalla olqishlab qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. Bolajonlar, bugungi mana shu meni tushun ta'limiy o'yinida barcha guruhlar juda faol qatnashdi va barchasi harakatlarni ham oyoq, qo'l, yuz ifodasini juda chiroyli qilib bajarib, demak, bolalarga to'g'ri tushuntirishlar berildi va o'quvchilar ham ko'rib turib ularni nima qildi? To'g'ri bajardi. To'g'ri tavsiflab berdi. Yashang. Hammangiz bugun g'olibsiz.